Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati tomonidan 2026-yil birinchi yarmi davomida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha ma'lumot. Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar avvalo inson qadrini ulug'lash, jamiyat ongi va tafakkurni yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Bu borada Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi hamda ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati joriy yilning birinchi yarim yilligida o'z faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqdi. Xususan, jamiyat saflari kengaytirilib, a'zolar soni 1880 nafarga yetkazildi. Shuningdek, 25 nafardan iborat ekspertlar kengashi qayta shakllantirilib, faoliyatga ilmiy-tahliliy yondashuv yanada kuchaytirildi. Bu esa targ'ibot ishlarining samaradorligini oshirish, ularning sifati va mazmunini boyitish, shu bilan birga zamon talablari asosida tashkil etishga xizmat qildi. O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan ustuvor vazifalar hamda yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish maqsadida 16-22 yanvar kunlari respublika bo'ylab 40 ta ma'rifiy uchrashuv va seminar tashkil etildi. Ularda 12 mingdan ortiq yoshlar, ziyolilar va jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Fevral oyida Bo'stonliq tumanida o'tkazilgan zamonaviy ma'rifat, yangi nigoh, kreativ yondashuv mavzusidagi seminar trening ham alohida ahamiyat kasb etdi. Unda hududlardan 110 nafar targ'ibotchi ishtirok etib, zamonaviy kommunikatsiya, ta'sirchan targ'ibot usullari va kreativ yondashuvlar bo'yicha bilim va ko'nikmalarni mustahkamladi. Davlat va jamiyat hayotidagi muhim sanalar munosabati bilan 55 ta vazirlik va idoralarda 60 ta ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazilib, ularga 97 nafar targ'ibotchi jalb etildi. Xususan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan ayolga ehtirom loyihasi doirasida 200 nafar poytaxt obodonlashtirish boshqarmasida faoliyat yuritayotgan ayollarga e'tibor sifatida madaniy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. 14-mart kuni Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda Toshkent viloyati hokimligi hamkorligida Ohangaron tumanida ma'rifat bog'i bunyod etilib, ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati a'zolari, olimlar, shoirlar, ziyolilar hamda yoshlar ishtirokida mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Yurtimiz bo'ylab Navro'z umumxalq bayrami munosabati bilan joriy yilning 16-31 mart kunlari Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi va boshqa davlat va jamoat tashkilotlari bilan hamkorlikda amalga oshirilgan Navro'z sayli festivali doirasida 370 ta tadbir tashkil etildi. Tadbirlar 47 ta tuman va shaharlarda 753 ta mahallada o'tkazildi. Ularda qariyb 200 ming nafar aholi ishtirok etdi. Trenerlar maktabi loyihasi doirasida davlat xizmatchilari uchun ma'naviy ma'rifiy mavzularda o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Yosh ijodkorlar sahnasi loyihasi doirasida tanlov asosida 40 ga yaqin sahna asarlardan eng saralarini sahnalashtirish ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti bilan hamkorlikda yangi nigoh media klubi tashkil etildi. Loyiha doirasida 30 nafar yosh jurnalist va blogerlar qamrab olinib, media kontentlar tayyorlanmoqda. Xalqaro hamkorlik doirasidagi Turkiyada o'tkazilgan forum ma'naviy ma'rifiy sohadagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qildi. Jumladan Turkiyaning Hatay va Anqara shaharlarida mushtarak sivilizatsiya ildizlari va taraqqiyot istiqbollari forumi hamda Turkiya O'zbekiston olimlar va ziyolilar forumida jamiyat vakillari faol ishtirok etdi. Tashrif doirasida Turkiya yozuvchilar uyushmasi bilan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish maqsadida o'zaro anglashuv memorandumi imzolandi. Shuningdek, forum doirasida ilmiy va madaniy tadbirlar ham yuqori saviyada tashkil etildi. Xususan, Navro'z bayrami munosabati bilan Hatay shahrida ko'tarinki ruhda bayram dasturi o'tkazilib, ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati tomonidan azaliy qadriyatimiz ramzi bo'lgan osh tayyorlanib, 300 nafardan ortiq millatdoshimiz bo'lgan mahalliy aholiga tarqatildi. Milliy davlatchilik tariximiz va buyuk ajdodlarimiz merosini keng targ'ib etish, yosh avlod qalbida vatanparvarlik, milliy g'urur va tarixiy xotira tuyg'ularini mustahkamlash maqsadida sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan keng qamrovli targ'ibot ishlari tashkil etilib, temurshunos olimlar, ziyolilar va ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati a'zolari ishtirokida 20 dan ortiq media kontentlar tayyorlandi. Mamlakatimiz bo'ylab ma'rifat soatlari, uchrashuvlar va targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, uning jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotiga qo'shgan beqiyos hissasi keng yoritildi. Harbiy xizmatchilarning ma'naviy tayyorgarligini mustahkamlash maqsadida Surxondaryo viloyati DXX tizimidagi harbiy qismlarda Vatan ostonasidan boshlanar mavzusida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Oliy Majlis huzurida
shahardagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini takomillashtirish maqsadida tashkil etilgan ijtimoiy ta'sirlar va notijorat tashkilotlarni boshqarish mavzusidagi malaka oshirish kurslarida jamiyatning 3 nafar xodimi ishtirok etib, zamonaviy boshqaruv, ijtimoiy loyihalarni samarali tashkil etish hamda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyati bo'yicha bilim va ko'nikmalarni yanada mustahkamladi. Joriy yilning 5-7 may kunlari Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda qator hamkor tashkilotlar ishtirokida Toshkent shahrida umumta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida ilk bor Buyuk Sharq Renessansi xalqaro olimpiadasi tashkil etildi. Mazkur nufuzli intellektual bellashuv ajdodlarimizning jahon ilm-fani va madaniyati rivojiga qo'shgan ulkan hissasini targ'ib qilish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning ilmiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qildi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining shonli 35 yilligi munosabati bilan o'tkazilayotgan Mustaqillik to'yi festivali tadbirlarini yuqori saviyada tashkil etish maqsadida poytaxtimizdagi Renessans kino uyida taqdimot o'tkazildi. Unda davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, olimlar, ziyolilar, shoir va yozuvchilar, madaniyat va san'at namoyandalari, ijodkorlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etib, festivalning mazmun mohiyati va asosiy yo'nalishlari muhokama qilindi. Mustaqillik to'yi festivali doirasida bir guruh ziyolilar, ijodkorlar va taniqli san'at namoyandalarining Farg'ona viloyatiga ijodiy tashriflari tashkil etildi. Uchrashuvlarda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan islohotlar, mamlakatimiz taraqqiyoti va inson qadrini ulug'lashga qaratilgan davlat siyosati haqida fikr almashildi. Sohibqiron Amir Temur tavalludining 690 yilligi munosabati bilan Kinematografiya agentligi bilan hamkorlikda Qo'qon shahridagi tarixiy O'rda maydonida Ochiq osmon ostida Amir Temur badiiy filmining ommaviy namoyishi tashkil etildi. Mazkur tadbir doirasida Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida shukronalik ma'rifiy uchrashuvlari tashkil etildi. 9 may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan Ehtirom loyihasi doirasida muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan Samarqand viloyatida qayta bunyod etilgan Imom al-Buxoriy majmuasiga jamiyat a'zolarining ziyorat safari tashkil etildi. Shuningdek, Qurbon hayiti munosabati bilan ma'naviy ma'rifiy sohada uzoq yillar samarali mehnat qilgan faxriylar va nuroniylar holidan xabar olinib, ularga sog'lomlashtirish maskanlariga yo'llanmalar taqdim etildi. Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ma'naviy ma'rifiy jarayonlarga keng joriy etish maqsadida Mustaqillik to'yi festivali loyihalarini yorituvchi maxsus axborot platformasi www.mustaqillik35.uz hamda Ma'rifat targ'ibotchilar jamiyatining www.ma'rifat.uz rasmiy veb-sayti yangilangan ko'rinishda qayta taqdim etildi. Mustaqillikning 35 yilligi munosabati bilan tayyorlanayotgan Mustaqillik zafarnomasi maxsus kitob albomi uchun mamlakatimiz hududlarida keng ko'lamli ijodiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ijodkor yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan Yosh ijodkorlar sahnasi loyihasi doirasida yangi sahna asari Qahramonlar qaytadi myuziklini sahnalashtirish ishlari boshlandi. Jamiyat tashabbusi bilan vatanimiz mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan O'zbek mehri turkum podkastlarini tayyorlash ishlari boshlandi. 15 may kuni Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda Yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz g'oyasi asosida maktabgacha ta'lim muassasalari, umumta'lim maktablari ta'lim muassasalarida mustaqillik soatlarini tashkil etish bo'yicha respublika o'quv seminarlari o'tkazildi. Bu borada maxsus metodik qo'llanma tayyorlanib, soha xodimlariga zamonaviy va kreativ yondashuvlar asosida targ'ibot ishlarini tashkil etish bo'yicha amaliy tavsiyalar berildi. 20 may 4-iyun kunlari Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi bilan hamkorlikda Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlarida yagona vatan, yagona xalq bo'lib, yangi hayot va kelajak yaratamiz shiori asosida mustaqillik soatlari tashkil qilinib, ularda 100 nafardan ziyod jamiyat a'zolari bo'lgan olimlar va ziyolilar tomonidan targ'ibot ishlari amalga oshirilib, yoshlar ongida milliy g'urur, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyati tuyg'ularini mustahkamlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida Ijtimoiy ma'naviy tadqiqotlar instituti bilan hamkorlikda tashkil etilgan Ma'rifat elchilari loyihasi doirasida turkiyalik taniqli olim, ijtimoiy siyosiy fanlar doktori, professor Kemal Yavuz Ataman Ma'rifat targ'ibotchilari jamiyatining faxriy a'zoligiga qabul qilindi.
1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarni va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi bilan hamkorlikda poytaxtimizdagi Alisher Navoiy nomidagi kino saroyida Baxtli bolalik sharafiga nomli musical teatr tomoshasi tashkil etildi. Ushbu tadbir orqali yuzlab bolajonlarga bayramona kayfiyat ulashilib, ularning ma'naviy estetik dunyoqarashini boyitishga xizmat qilindi. Shuningdek, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston kasb uyushmalari federatsiyasi, Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi hamda ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati hamkorligida Vatanimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan Yangi O'zbekistonning Baxtiyor bolalari madaniy-ma'rifiy loyihasiga start berildi. Mazkur loyiha doirasida joriy yilning iyun-avgust oylari davomida respublika bo'ylab barcha bolalar oromgohlarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, uchrashuvlar, kitobxonlik kechalari, intellektual o'yinlar, ijodiy tanlovlar va konsert dasturlari tashkil etilmoqda. Mustaqillik to'yi festivali doirasida 16-iyun kuni O'zbekiston 24 telekanali orqali Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati a'zolari, taniqli adiblar, san'atkorlar, madaniyat arboblari va ziyolilar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida matbuot anjumani o'tkazildi. 17-20 kunlari Navoiy viloyatida, 23-26 kunlari Sirdaryo viloyatida ham Mustaqillik to'yi festivali doirasida 10 ga yaqin ijtimoiy loyihalar tashkil etildi. Jumladan shijoat, shukronalik, ma'rifat tur, yaxshilik karvoni hamda Yangi O'zbekistonning Baxtiyor bolalari loyihalari doirasida qator madaniy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Ayniqsa, uy ta'limida tahsil olayotgan bolalar holidan xabar olinib, ularga zarur o'quv vositalari va badiiy adabiyotlar taqdim etildi. Mazkur davrda ma'rifat targ'ibotchilar jamiyati faoliyati ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali faol yoritib borildi. Jumladan O'zbekiston 24, Yoshlar, Mahalla va Renessans TV telekanallarida jamiyat ekspertlari ishtirokida 70 dan ortiq ochiq muloqot va tok-shoular tashkil etildi. Navro'z sayli, Ma'rifat bog'i, trenerlar maktabi va Ma'rifat soati, Mustaqillik to'yi festivali loyihalari haqida markaziy telekanallarda 190 dan ziyod lavhalar efirga uzatildi. Yangi O'zbekiston, Xalq so'zi, Jadid kabi markaziy nashrlarda ekspertlarning 70 dan ortiq ilmiy ommabop va tahliliy maqolalari chop etildi. Shuningdek, jamiyatning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi sezilarli darajada oshdi. Jumladan Telegram kanaliga 1242 ta, Facebook va Instagram sahifalariga 1160 dan ortiq media kontentlar joylashtirildi. Ular orasida ziyoli so'zi rukni ostida 29 ta, munosabat 22 ta, tavsiya etamiz 27 ta, o'zbek mehri 3 ta, Yangi O'zbekiston manzillari 5 ta, onlayn ma'rifat soati 27 ta video materiallar tayyorlandi va yoritib borildi. Natijada kontentlarning umumiy qamrovi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 35% ga ortdi. Jamiyat tomonidan amalga oshirilayotgan mazkur loyiha va tashabbuslar aholi, ayniqsa yoshlar o'rtasida ma'naviy immunitetni mustahkamlash, milliy qadriyatlarni targ'ib qilish, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun-mohiyatini keng jamoatchilikka yetkazish hamda Yangi O'zbekiston g'oyasini xalq qalbiga chuqur singdirishga munosib hissa qo'shmoqda. Ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati tomonidan kelgusida tashkil etiladigan ijtimoiy loyihalarda siz ham faol ishtirok eting.